Tasavvur qilamiz shifoxonadagi holat. Bemor nima bo'ldi? Tilimni chovib ketib qoldi. Salom bersak maylimi? Tasavvur qilamiz bitta maktabda faqatgina bitta bitiruvchi maktabni bitirsa qanday bo'lardi? Hurmat. Assalomu alaykum. Hozirda hamma salom beradi. Bo'pti, o'tir. Davomat tekshiramiz. Kim kelmagan? Yo, ustoz. Amal hazırlashma. Uyga xizmat qilganmisan? Bugun tayyormasdim, ozgina vaqt bering, tayyorlab olay. Mayli, jurnalda oxiridan so'rayman. Bugungi mavzuni tushuntiraman. Bugungi mavzu emas. Ustoz, bugunga javob berib tura olasizmi? Uyda ustoz borida ong yordam berishim kerak. Sen ketsangmi kimga dars o'taman? Bir safar. Mayli, hech kimga bildirmay ikkita chiqib ketaveringlar. Tasavvur qilamiz, tug'ilganiga 2 oygina bo'lgan chaqaloqni qichoq tutib qolsa qanday bo'lardi? Shu dadamning haqqini yeb qo'ydimmi deyman. Mana cho'da biroz qo'shamiz. Mana bu shirinliklar kuchli masala ekan. Iltimos, menga yana ozgina bering. Ammo bu yerda nima bo'lyapti? Maxsus nonushta. Dasturxonga marhamat. Xayrli tong. Ha ha ha.